8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Xo'sh, bu biz aytishimiz mumkin bo'lgan yagona faktmi? Bugun bizda konstitutsiyalar haqida 5 ta fakt. Eng birinchi konstitutsiya San Marino konstitutsiyasi bo'lib, u taxminlarga ko'ra 1600-yildan beri amal qilib kelmoqda. Yer yuzida konstitutsiyaning yozma shakliga ega bo'lmagan 5 tagina davlat bor. Ulardan eng mashhuri Saudiya Arabistoni sanaladi. Dunyodagi eng katta konstitutsiya bu Hindiston konstitutsiyasi bo'lib, bu konstitutsiyani yozish uchun 116385 ta so'zdan foydalanilgan. Eng qisqa konstitutsiya esa Monako konstitutsiyasi bo'lib, unda bor yo'g'i 3814 ta so'zdan foydalanilgan. Amerika konstitutsiyasining eng qiziqarli tomoni shundaki, unda demokratiya so'zi biron marta ham tilga olinmagan. Konstitutsiya so'zi qadimiy Yunonistonda paydo bo'lgan va uni lotin tiliga Sitron tomonidan tarjima qilingan. Agar sizga yetkazgan ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, hoziroq like bosing va qolganlar bilan ulashing. Keyingi faktlarimizni ko'rishguncha xayr.